Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, 20 kunlik bepul video darslar loyihamizdagi 5-darsni hozir birgalikda o'tamiz va bugun mavzuyimiz o'nlik kasr va ular ustida amallar hisoblanadi. Davriy kasrni ham bu dars ichiga kirgizmoqchi bo'lgandim, lekin juda ham cho'zilib ketar ekan. Shu sabab davriy kasr tushunchasini keyingi darsda ko'rib o'tamiz qisqagina qilib. Bugungi darsimizni rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi o'nlik kasr tushunchasi bilan tanishamiz, tarifi, ko'rinishi haqida, keyin ularni taqqoslashni ko'ramiz va o'nlik kasrlarni yaxlitlashni o'rganamiz va ular ustida 4 arifmetik amallar bor, ya'ni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallarini bajarilishini ko'rib o'tamiz. Birinchi o'nlik kasr tushunchasi, uni ta'rifi nima? Asosi o'nning darajalaridan iborat bo'lgan, asosi emas, mana shu mahraji o'nning darajalaridan iborat bo'lgan kasr o'nlik kasr deyiladi. Mahraji o'nning darajalaridan iborat. Kecha biz oddiy kasrlarni ko'rdik va ularni mana kasr chizig'ini ostidagi qismi mahraj deb atalar edi va mahraji o'nning darajasidan iborat bo'lsa, bu o'nlik kasr deyiladi. Mana masalan, bir taqsim 10 turibdi. Mahrajida 10, ya'ni 10ni birinchi darajasi turibdi. Demak, bu 10 o'nlik kasr ekan va uni quyidagicha yozamiz. Butun qismi 0 buni. Butun qismi 0 va 0 dan keyin virgulni qo'yamizda. Mahrajda 10ni nechinchi darajasi? Birinchi darajasi, ya'ni bitta 0 bor. Shuning uchun virguldan keyin bitta xonada son bo'ladi. Bitta xonadagi son mana uni suratidagi son bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni suratidagi sonni virguldan keyinga yozamiz. 0,1 deb o'qiladi bu. 0,1 tarzda o'qiladi. Keyingisi 34 taqsim 100 yoki 100 dan 34 kasrimiz. Bu kasr ham o'nlik kasr hisoblanadi. Mahraji 10ning kvadratidan, ya'ni 100 dan iborat. Va buni mana 0 virgul suratidan keyin virguldan keyin mana suratidagi sonni yozib qo'ydik. Bu 0,100 dan 34 kabi o'qiladi. Keyingi o'nlik kasrimiz 0,1000 dan 47. Suratida 47 turibdi, mahrajida 1000 turibdi. Buni qanday yozamiz? Mana butun qismi 0 ga teng. 0,1 virguldan keyin 0, undan keyin 47 deb yozdik. Agar 0,47 deganimizda bu 100 dan 47 bo'lib qolardi. Lekin bizda 1000 dan 47 ni topish so'ralgan. Shuning uchun 0 dan keyingi xonada 0 turibdi. Virguldan keyingi xonada birinchi 0, keyin 4 va keyin 7 kelyapti. Va bu mana aytib o'tgandek 1000 dan 47 tarzida o'qiladi. Hop, o'nlik kasrlarni taqqoslashga keldik. Demak, eng avvalo biz bularni butun qismlarini taqqoslab olishimiz kerak. Ya'ni virguldan chap tomonda turgan qismi uni butun qismi hisoblanadi. Butun qismlari teng bo'lsa, undan keyin virguldan keyingi tarafga o'tib taqqoslashni davom ettiramiz. Birinchi misolimizda, buni misollarda ko'rsak tushunarliroq bo'ladi. Birinchi misolimizda mana 1,10 dan 2342 soni turibdi. Ikkinchi tarafda 2,1000 dan 103 soni turibdi. Birinchi aytib o'tgandek, virguldan
chap tomondagi qismini, ya'ni butun qismlarini taqqoslaymiz. Bunda bir turibdi, bunda ikki turibdi. O'z-o'zidan butun qismi katta bo'lgan kasr, o'nli kasr katta bo'ladi. Demak, bunda 2,1000/103 soni katta ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, bunda endi ko'rib turibmiz, ikkalasida ham butun qismi 0 ga teng. Butun qismlar teng bo'ldimi? Demak, virguldan keyingi qismini taqqoslashga o'tib ketamiz. Virguldan keyin o'ng tomonga o'tdik va mana shu birinchi xonasidan boshlab biz taqqoslab ketishni boshlaymiz. Bu qanday o'qiladi? Aytib o'tib ketaylik. Mana virguldan keyingi birinchi xona o'ndan birlar xonasi deb ataladi. Undan keyingisi yuzdan birlar, mingdan birlar va o'n mingdan birlar tarzida ataladi. Xo'p, noldan keyingi birinchi o'ndan birlar xonasini taqqoslashga o'tamiz. Birinchisida 0 turibdi, ikkinchisida 1 turibdi. Mana o'z-o'zidan katta tarafi o'ndan birlar xonasi kattaroq bo'lgan qismi katta bo'ladi. Agar bularham teng bo'lgan yuzdan birlar xonasiga taqqoslashga o'tardik va shu tarzda davom ettirib ketaveramiz, qaysi bir katta ekanligini aniqlagunimizgacha. Endi keyingi misolimiz 0,1899 va 0,100,089,901 soni ekan. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi sonimizda, birinchi o'nlik kasrimizda virguldan keyin 3 ta xona turibdi. Keyingisida 5 ta raqam qatnashgan. 5 ta xona turibdi-da. Va biz bularni taqqoslash uchun birinchi sonni 5 tagacha to'ldirib olamiz. Ya'ni virguldan keyingi qismini 5 ta xonaga tenglashtirib olishimiz kerak. O'nli kasrlarda ularni davomiga istalgancha nol yozib olishimiz mumkin. Bularni ortida cheksiz nollar mavjud. Bizga 5 ta raqam kerak, shuning uchun 2 ta nol qo'shib olamiz bunga. Birinchi songa. Mana xona birliklari teng bo'ldi. Mana bunda ham 5 ta, bunda ham 5 ta. Endi taqqoslashni davom ettiramiz. Butun qismlari teng, o'ndan birlar xonasi ham teng. Keyin yuzdan birlar xonasi ham teng. Mingdan birlar xonasi ham teng bo'ldi. Undan keyin endi 10,000dan birlar xonasiga o'tamiz. Va ular ham teng ekan. Undan keyingi xona 100,000dan birlar xonasi. Bunga o'tadigan bo'lsak, birinchi misolimizda 0 turibdi, ikkinchisida 1 turibdi. O'z-o'zidan 1 turgan qismi katta bo'lib qoladi. Hop, misolimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shu tarzda ko'proq misollarni, amaliy misollarni ishlab turinglar. Men albatta qo'shimcha misollarni ham tashlab qo'yaman ishlash uchun. Ularni ishlab adminga yozib qo'ysanglar tekshirib beriladi. Reja bo'yicha 3-qismga keldik. Bunda yaxlitlash. Yaxlitlash degani sonni taqribiy songa almashtirish degani. Aynan o'ziga teng bo'lmaydi, lekin taqribiy olgani, ya'ni taxminiy olganimizda shu yaxlitlash hisoblanadi. Xo'p. Birinchi mana bu sonni o'zi xonalarini gaplashib o'taylik. Mana o'nli kasr turibdi. Va uni butun qismi o'nli kasr qismi turibdi. Uni butun qismida bu misolda 4 ta xona turibdi. Bularni 4 tasini hozir gaplashib o'tamiz. Virguldan keyin chap tomonga yurganimizda birinchi bizda birliklar xonasi keladi. Birliklar, undan keyin o'nliklar xonasi keladi. Undan keyin esa yuzliklar va keyin mingliklar va hokazo 10,000lar xonasi, 100,000lar xonasi, millionlar xonasi bo'lib davom etib ketaveradi.
Va mana bu misolimizda birliklar xonasida 0 turibdi, o'nliklarda 1, yuzliklar xonasida 2, mingliklar xonasida 4 turibdi. Endi virguldan o'ng tomonga o'tganimizda birinchi o'ndan birlar xonasi turibdi. Bu nimaga o'ndan birlar xonasi deyiladi? Hozir tushuntirib beraman. Nima uchun o'ndan birlar xonasi? Chunki o'ndan bir deganimizda bir virguldan keyin birinchi xonaga yoziladi. 100dan 1 esa mana 0,01 va bu 100dan 1 deb o'qiladi. Mingdan birlar xonasi esa mana mahrajda 3 ta 0 suratida 1 bo'lib, bu 0,001 tarzida yoziladi. Shundan kelib chiqqan biz bularni o'ndan birlar deyishimiz, yuzdan birlar deyishimiz, mana mingdan birlar xonasi turibdi. Bunda mahrajda 3 ta 0 bo'lganligi, ya'ni mahrajida 1000 bo'lganligi uchun bu mingdan birlar xonasi deyiladi. Undan keyin 4-xonada 10 mingdan birlar xonasi turibdi va unda 7 raqami turibdi. Xo'p. Mana misol ko'raylik. 13.270 1mi, 2mi, xullas A noma'lum son turibdi. Qandaydir A soni turibdi. Raqam. A bu yerda raqam. Mana bu belgimiz esa bu 1327 ko'paygan A emas, balki bu qandaydir 5 xonali son degan belgi. Mana tepasida chiziq tortib qo'yilgan. Bu 13.270 nechidir degan son turibdi bu yerda degan. Va mana shu sonni o'nliklar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak. Buni yaxlitlasak qanday bo'ladi? Mana bu yaxlitlash, ya'ni taqribiy tenglik belgisi. Mana ikkita to'lqincha turibdi. Va bu sonimiz o'nliklar xonasigacha yaxlitlanishi kerak. O'nliklar xonasida qaysi son turibdi? Bu A birliklar xonasida turibdi, 7 esa mana o'nliklar xonasida turibdi. Demak, 7 gacha buni yaxlitlashimiz kerak. Xo'p, u holda nima bo'ladi? Bu sonimiz 1327 ga teng bo'ladi agar A 5 dan kichkina bo'lsa, ya'ni A ni o'rnida 0, 1, 2, 3, 4 raqamlari bo'lsa, bu sonimiz 1327 ga teng bo'ladi. Ya'ni 7 o'z holicha qoladi, 7 ni shunchaki tashlab yuboramiz. Agar A 5 ga teng bo'lsa ham yoki undan katta bo'lsa, ya'ni 6, 5, 6, 7, 8, 9 bo'lsa, A 1328 ga teng bo'ladi. Buni yaxlitlaganimiz, ya'ni A ni tashlab yuboramiz va 7 ga 1 ni qo'shib qo'yamiz. 8 ga almashtiramiz. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bunga doir ikkita misolni ko'rib o'taylik. Aynan bu butun sonlarni yaxlitlashga misollar. Undan keyin bularni yaxshi tushunib olgandan keyin o'nlik kasr yaxlitlashga o'tamiz. Hop, butun sonni yaxlitlaymiz. Mana bu uzun sonimiz turibdi, 6 ta xonadan iborat va uni 10 minglar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak. 10 minglar xonasi o'zi qaysiligini birinchi aniqlab olaylik. Bu 8 birliklar, 10liklar, yuzliklar, mingliklar va undan keyin mana 10 minglar xonasi turibdi. 10, 100, 1000, 10 ming. Uzr, adashib ketibman. Mana 9 turibdi ekan. Bu o'nliklar, 2 yuzliklarda, uzr, 8 birlikda, 2 o'nlikda, 9 yuzlikda, bu minglikda, 6, 10 minglar xonasida turibdi ekan. Demak, bu 76 ga teng bo'ladimi yoki 77 ga teng bo'ladimi? E'tibor bersak, 6 dan keyingi xonada 9 turibdi.